İbrahim ibn Adhamning huzurlariga bir munofiq keldi. Hazrat aytdiki, ey İbrahim dedi. Senin soqoling afzalmi yoki u ana itti dummi afzalmi dedi. O kishini g'azabini qo'zg'amoqchi bo'ldi. Sani soqoling afzalmi yoki u ana itti dummi afzalmi deganda Hazrat aytdilarki, ulug'larning gapi ham ulug' bo'ladi. Agar meni soqolim jannatga kirsa, meni soqolim afzal. Agar meni soqolim jannatga kirmasa, meni soqolimdan o'sha itti dum afzal degan ekan. Haligi odam ketdi, uyga borib o'tirib o'ylandi. Axir men u kishiga qo'pol gapirdim, menga qo'pol gapirmadi. Men u kishiga beodoblik qildim, menga beadablik qilmadilar. Bu kishi shunday ulug' odam ekan deb kelib, kechirim so'rab, tavba qilib, Hazratning yonida yurib, eng peshqadam muridlardan bo'lgan ekanlar. Shogird bo'lib yonlarida yuradigan bo'ldilar. Bir insonning hidoyatga kelib tavfiq topishiga nima sabab bo'ldi? Yaxshi so'z sabab bo'ldi. Shuning uchun azizlar, yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi. Hayvon-ku hattoki bizga yaxshigi inson yaxshi so'zni gadosi.